O'zbekiston Respublikasi Andijon shahri Ag'alar KVZ komandasi. Ай, красавчики. Ulan Taus, sizlar dishiy tomosha raddomda bo'lgan voqea. Tomosha qiling. Nargizaxon? Ey Nargizaxon, nima bo'ldi? Qiz bor. Agar menga tekkaningda o'g'il bo'lardi, o'la. Ulan Taus, O'zbekistondan Qirg'izistonga tashrif buyurgan agalar, ya'ni bayki Qirg'izistonga kelib lezginka biyni o'rganib olishibdi. Qarangiz. Nimaga faqat qarsa cholyapmiz? O'z mashina o'rganding xolos-ku. Ey, to'g'ri qilibsan o'rganmay. Nima qilasan bu lezginkani o'rganib? DJ bitta muxlislarga yoqadigan normalnisini qo'y. Ulan Taus, aytishlariga qaraganda hamma joyda sigirni har xil sog'ishar ekan. Ko'ramiz, shaharlik qiz uyini qanday sog'adi. Ko'ring. Ana endi ovulning qizi sigirni qanday sog'adi, qarangiz. Ha, nima bo'ldi? Shuncha harakat qildim, sut chiqmayapti. Shu buqada bu shuncha. Rahmat azizlar, barchasi uchun rahmat. Biz og'alar jamoasi chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Birinchi shart boshida og'alar jamoasi Qirg'izistonga, ya'ni O'sh shahriga shunchaki o'ynab kulish uchun yoki mazza qilish uchun keldi deb hazillashgan edik. Do'stlar, aslida biz sizga o'xshagan do'stlar orttirgani keldik. Bugun mana shunday muhtasham Qirg'iziston teatrida ajoyib bellashuv bo'lib o'tmoqda. Ushbu bellashuvga O'zbekistondan bizni taklif qilganligi uchun O'sh madaniyat boshqarmaligi va Qadir Jarmatovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz azizlar. Azizlar, xabaringiz bor, do'stligimiz mevasi bo'lmish O'zbekistonda o'tkazilayotgan quvnoqlar va zukkonlar ko'rik tanlovida ham O'sh shahrining jamoasi munosib ishtirok etib kelmoqda. Biz u O'sh shahridagi jamoaga omad tilagan holda bir gapni aytmoqchimiz. Qirg'iziston Respublikasidagi barcha yoshlarga yuksak e'tibor qaratayotgan So'ronboy Sharipovichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz azizlar. Va albatta bizning yurtboshimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga biz yoshlarga yaratib berayotgan yuksak e'tibor uchun chuqur rahmatlar aytib qolamiz azizlar. Shunday ekan, so'zimiz yakunida bu yerdagi kelgan barcha mehmonlarga, siz u bizga dilimizdagi eng ajoyib gapni aytmoqchimiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston do'stligimiz doimo abadiy bo'lsin. Yedu Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Timol
я молодой, жизни идет золотой. Rahmat azizlar, sizlar bilan yaqin daqiqalarda Og'alar jamoasi bilan